Kettoq degenicha Boston Gülamxonni qo'ldan tutdi. Biz odamlar nazarga fatiha qilib keladigan joyda bo'lishimiz kerak, uyda bo'lishimiz kerak. Gülamxon beshini uning yelkasiga qo'ydi. Qayg'u hasratini o'z dadisiga to'kayotgandek esadab yig'lab, ichidan etilib chiqayotgan o'ksishlarni besib, tinmasdan nimalarnidir deb ho'ngrab pichirlaydi. Boston uni yutib oldi. U ikkisi birlashib yig'lab qayg'u hasratga cho'mib uyga qaytdi. Təkşi içilib ketgan tağ güllərinin ötkür pıraqları qaplab ketgan jimjit yoz oqshimi oxirlashmoqda edi. Ernazarning qizlarini yetilib olgan Arzigul ularning oldiga chiqdi. Ayollar bir-birini ko'rib, yana quchoqlashdi va uzoq ayrilishdan keyin yana tepishgandek ho'ng-ho'ng yig'lab ko'z yoshlarini to'kdi. Aradan yarim yil o'tgandan keyin Arzigul rayon doktorxonasida yetib qolgan, Gülamxon bo'lsa ko'l bo'yidagi biletchilar yesiga ko'chib ketgan edi. Boston aşu keçini əslidi. Etilib çıxıyotqan hissiyatlarını basalmay ko'zining oldini tuman qapladı. Boston shifoxonada ayoli yotgan karvatning yonida o'ltiradi. Uning tatirib ketgan so'lg'in chiroyiga ichinib talmiratdi. Ko'zining illiq kuni bo'lib, shifoxonadagi boshqa kasallarning ko'pchiligi o'ylida aylanib yuradi. Shu chaqda Arzigul gap ichib qoldi. Sizga deydigan gapim bor edi, dedi u so'zlarini aldirmasdan so'zlab. Arzigul ko'zlarini taslikda ko'tirib eriga qaradi. Boston shu kechasi uning texmus sarg'ayib, o'ruqlab ketganligini bayqadi. Qulog'im seningda Arzigul, nima demoqchidan? Mehribonlik bilan so'rdi Boston. Siz doktor bilan so'zlashdingizmi? So'zlashdim. U deydiki, aldirmang, nima degan bo'lsa degandir. Sizga shuni demoqchimanki, bu so'zlardan Bostonning yuragi kayniga tortishib ketdi. O yançıqıdan qol yağlıqını çıqardı da ter besib ketgan mangliyini sürtdi. Belkim hazır haceti yoxdur. Aval tüzelgin, andın gap bolsa qechib ketmez. Bostonning bo'ldigan gapini keyniga tartqisi keldi. Lekin ayolning qarashlaridan gapni keyinga qoldirg'ili bo'lmaydiganligini sezdi. Hamma narsaning o'z murati bo'lba. Qeni qochgan lavlarini zo'rmi-zo'r midirlatdi bemor. Bu yerda obdan o'ylandim. Doktorxonada o'ylashdan boshqa ishim yo'q ekan. Siz bilan yaxshi umr kechirdik. O'z taqdirimdan roziman. Xudoning qahrini keltirib nima qilamiz? Bola ko'rdik. Ularni voyaga yetkazib dasturg'izdik. Endi ularning o'z ahli bilan yashayverdim. Bolalarimiz to'g'riliq, texi yana alaydan paranlasharmiz. Lekin sizga ichinaman. Sizga ko'zim qiymaydi. Siz odamlar bilan obdan chiqib ketolmaysiz. Tadbirlik emassiz. Hech kimga yilinib yolurmaysiz. Bosh egmaysiz. Yeshingizmi bir yerga berib qoldi. Meningdan keyin o'zingizni haqlarni qochirib yolg'iz yurmang. Nazir chirg'im tugandan keyin yana nima qilishingizni o'ylab beqing. Meningcha bo'lganda yolg'iz yashasangizni xohlamaydim. Farzandlaringiz o'zlaridan oshmaydi. Qo'ysangchi shu gaplarni, dedi bo'g'ilib Boston boshqa gap tepilmamdi bizga. Yo'q, buni gaplashmay bo'lmaydi. Boshqa deydigan nimamiz bor. Ölüm aldıda bularni bir-birimizga demekten başka iloj yo'q. O'lgandan keyin gaplashgil bo'lmaydi. Shuning uchun bu yerda talmirib yetib sizni va o'zimni o'yladim. Gülamxon yinimga doim kelib turibdi. O'zingiz bilsiz, u bizga yot odam emas. Taqdirning qismati bilan kichik bolalari bilan yolg'iz qoldi. Yaxshi ayol, sizga maslahatim shu. Uningga o'ylaning, o'zingiz bilasiz. Sizga o'gitishning hojati yo'q. Her kimning taqdiri başqa-başqa. Ko'zim yumilgandan keyin uningga mushu gaplarimizni dang. Xudoyim buyursa, mening deganimdek bo'lib qola. Har holda Ernazarning bolalari otasiz qolmaydi. Issiq ko'lga kelguchilar issiq ko'llarga ko'l bo'yida yashab ko'lni ko'rmay o'tishadi, deb hazil qilishadi. Buningga ularning zodi vaqt chiqmaydi. Mana Bostonning ne zamonlardan beri ko'l yaqsaga amdi kelib turishi. Muşu kemgicha ko'lga yiroqlarning ko'z qiri tushgan xolos. Bu qitim u kashga yaqin kasalxonadan chiqib, udul ko'l bo'yiga qarab mangdi. Tog'lar orasidagi zumratdek oydinda yolg'iz aylang'uz keldi. Boston shamolning ko'l yuzida oppoq to'lqinlarni xuddi yer haydagandek ravon mavjlantirib, qo'g'lab yurganlikka uzoq tikildi. Uning ko'ksidan yig'i etilib chiqmoqda edi. U o'zini issiq ko'l qo'yniga etib, o'lib olishni orzu qiladi. Yaşğısı keletdi, hem kelmeydi. Onun xiyali xudi mana shu bujg'ullardek birden kötürülüp, birden pasaydi. Shu dolqunga, dolqun suğa aylangandek bo'ladi.
Böğürler bo'stinni yanıla o'z holiga qo'ymadi. Ular qo'ru atrofida tin topmay huvlab, oxiri uni yotgan yerdan turishga majbur qildi. Lekin uningdan sal burun Kenjash uyg'onib ketdi. Uning uyqusi kechib yig'lashga boshladi. Bo'stin o'g'lini o'ziga yaqin tortib, quchoqlab bag'riga besib bezlashga turdi. Kenjash, hey Kenjash, mana men yeningdaman. Nima deysan tantikim? Ana opammi mushu yerda? Ana ko'ryotamsan? Nima bera aytgin? Chiroqni yoqaymi? Munchalik qo'rqmag'in. Mushuklar miyovlashyotdi. Mushuk shundoq miyovlaydi. Gulam ham uyg'onib bolasini erkiltib bezlashga kirishdi. Lekin bolaning qarg'ishligi tugmadi. Chiroqni yiqishga to'g'ri keldi. Gulim, dedi bo'stin eshik tarafga mang'ash. U chiroqni yoqaman deb o'rnidan turgan edi. Ularni qo'rqitib qo'ymasam bo'lmaydigandek qiladi. To'limi hadini eshib ketdi. Soat qancha bo'ldi? Bo'stin soatga qaradi. 20 minut kam 3. Mana ko'rdingizmi, dedi narozi bo'lib Gulamxon. Soat 6da yana turmasangiz bo'lmaydi. Unda qilsangiz bo'lamdi. Bu qurib ketgan Akbar bizni saran qilib qo'ydigan o'xshaydi. Nerdan yepishdi bizga bu balo qaza? O'zingni bosqin qanday qilamiz endi? Men birdamdila qaytib kelaman. Sen qo'rqma. Jinimizga tozimi tegdi-da, bu bo'ri. Ishikni sirtini ilib qo'yman. Xotirjam bo'l, uxlaver. U yalang oyoq putiga aldirash kiyib olgan berizent o'tikini turuklatib, deriza oldidan o'tdi. Bo'stin qandaqla bo'lmasin bo'rlarni topman deb qasam qilgan edi. Shuning uchun ovozining barcha vaqirib, itlarni chaqirishga boshladi. Ularni yomon so'zlar bilan tilladi. Qutirab ketgan bo'rlar uni jinidan jaq to'yg'izgan edi. Shuning alamida u har narsaga tayyor edi. U bo'rlarga hech qanday yordam bera olmaydi. Ularni uchirtib qolsa, etib tashlashdan boshqa chorasi qolmagan edi. U yerim avtomat miltiqini hozirlab qo'ygan edi. Lekin u bo'rlarni uchirta olmadi. Ondan dunyo ko'ziga qorong'u ko'rinib, uyiga qaytdi. Lekin zodla uyqusi kelmadi. Qorong'uda xiylig'icha to'lg'inib yotdi. Mengisini ansiz dardli xiyollar chulg'ib olgan edi. Odam uyqusi qochganda nimalarni o'ylamaydi deysiz? U vijdonan ishlash yilga qiyin bo'lib ketayotganligini, hozirmi odamlarda, bo'libmi yoshlarda or-nomus qolmaganligini hammadan ko'proq o'ylaydi. Hozir hech kim gapga kirmaydi. Hamma odam hammadan burun o'zining foydasini ko'zlaydi. Valanki mashhur Chu qonunli qurilishida odamlar mamlakatning hamma bulun-pushqoqlaridan o'z ixtiyor bilan kelib, hatto pul maosh olmay emgak qilgan emasmidi? Mana endi bunaga hech kim ishonmaydi. Ko'chak aytib bu shundoq bo'lishi mumkinmi zodi deydi. Hozir hech kim bo'yniga og'amcha salsangiz bu o'lsimi molchi bo'laman demaydi. Hammasi buni biladi, lekin bilmaganga selib yuriydi. Vaqtli qiyinchiliklar deb qo'yishadi. O'chqini aytadigan bo'lsangiz, to'hmat qilyapsiz deb yuz ko'zingizni ochirmaydi. Kimning depiga usul o'ynayapsiz deyishadi. Keyin oqibatning qanday bo'lganligi to'g'risida hech kimning jiddiyroq bosh qotirg'isi kelmaydi. Uning diliga taskin, ko'ngliga orom beradigan birdan bir narsa bor edi. U bo'lsa-mu Gulamxon, otmi orom oladi, itmi orom oladi. Sizlar orom olmaysiz. Ertadan kechgacha qo'y qo'zlarini bo'shay olmaysiz deb zotlar ta'na qilmagan va yuziga solmagan edi. Qo'ylarni ko'zdan birdanmi qochirg'ili bo'lmaydi, ularni to'xtatib qo'yg'ili bo'lmaydi. U degan kerak chaqda ko'tirib, lozim bo'lmaganda tashlab qo'ydigan to'mir hosa emas. Qo'ylarga kecha-kunduz ko'z quloq bo'lib turmasak chatoq chiqadi, qiyirishqandek nagil qarsang kuch yetishmaydi. Holbuki odam yo'q emas, bor, lekin ularning ishligisi kelmaydi. Nimishqa shundoq? Emgaksiz yashqili bo'lmaydi-ku. Emgaksiz hayot halokat. Ehtimol butunlay boshqacha yashash va ishlash kerakdir. Balki hamma gap shuningdir. Yana eng og'ir masala to'l olg'uvchilar. To'l elish boshlangandan keyin punktlarda qo'zilarga qaraydigan to'l olg'uvchilar lozim. Xo'sh, nerdan topsan bu to'l olg'uvchilarni? Yoshlar bu ishni xohlamaydi. To'l olg'uvchilar ertadan kechgacha ko'z yummay qo'zilarni xabar elish kerak. Bu ishni qo'rqib emas, holliq bilan va vijdon bilan bejarmasa bo'lmaydi. Shuning uchun to'l elishga yoshlarni zo'rlabmi ko'ndira olmaysiz. Hozirgi yoshlar suydik, mayoq kechib, chat yoqqa joylarda kun kechirishni xohlamaydi. To'l olg'uvchilar qanchalik haq olaydi deysiz? Vaholanki shahardagi zavod fabrikalarda 8 soat ishlaydigan qiz yigitlarning har biri ularga qaraganda xeyli ko'p pul tepishi mumkin.
Biz qandaqlarcha ko'proq foyda chiqadigan yerda emas, umrbo'yi ishchi kuchi ko'proq kerak bo'lgan joyga ishlab qilibdakmin tang. Mana endi yoshlar ishni qo'lga oladigan payt kelganda, ular hech narsaga yormay qelyotdi. O nimalarda ya or-nomus, ya vijdon bo'lsa, deb xafa bo'lishidi qayerlar. Avlodlar o'tirsida o'qishmaslik va yonsirash paydo qilgan mana shu to'qinish qaysi zamonlardan beri odamlarning qalbini o'rtab kelyotdi. Boston yana heliqi gapini asladi. Shu chaqda u o'zini tutib olmagan va o'yinib biroq so'zlamagan edi. Odam degan o'zi uchun ishlagandek ishlasin degan edi. U boshqacha yo'lni topolmaydi. Hamma odam o'zi qilayotgan ishdan manfaatdor bo'lishi suv va havodek zarur deb hisoblaydi. Boston ish haqi ish natijasiga qarab berilishi kerak. Hammasidan muhimi molchining o'z yeri bo'lsin. Ular shu yer uchun jon ko'ydirsin, yordamchilar va bola chaqalarmi shu yerni deb ter to'ksin. Aksicha bo'lganda hech qanday ishni vujudga chiqarg'ili bo'lmaydi deb necha qitimlab aytgan edi. Partiya guruhining boshlig'i Qo'shqorboyev uningga yana odatdagidek radiya berdi. Sovxozdagilar Qo'shqorboyevni gazet odam deyishadi. U direktor ustulining o'ng tarafida Bostonga yondashib o'tiradi. G'ashligi tutayotgan bo'lsa kerak, uning qosh qapiqi selingan edi. O'zini ko'rsatish uchun birdan galstukini tutib, tuzab qo'yib Bostonga olib qiya nazar tashlaydi. Sovxozdagilar direktor Cho'ttaboyev Qo'shqorboyevning nima demoqchi bo'layotganligini yaxshi tushunadi. Uning bilan nurg'un yillar birga ishlab, uning pukilmaydigan, o'tda kuymaydigan, suvda cho'kmaydigan bir qitim va umr bo'yi yodlab olgan safsatisining mantiqisini noyida yaxshi o'rganib olgan edi. Uning safsatisi bo'yicha bo'lganda Boston Orkunchevi yangicha shakldagi kulak va aksel inqilobchi edi. Yana o'visidan chiqib, hammani yo'ldan ozdirmoqchi edi. Turmush uni yo'qotmoqchi bo'lib, necha qitim yotqizib qo'ydi. O bo'lsa, hamon o'zining degindan yonmadi. Burunqi zamonlar bo'lgan bo'lsa, uni yiroqroq bir joyga haydab ko'zdan neri qilgan bo'lsa. Shu kungi ishlab chiqarish yig'iniga raykomning sirtqi ko'rinishidan kamtar bo'lgan yangi rahbarimi qatnashgan edi. Birikning xalqi uni texi yaxshi tonimaydi. O so'zligichilarning so'ziga diqqat bilan quloq soladi va hammasini xotira daftariga xotirlab mangmoqda edi. Cho'ttaboyev Qo'shqorboyev raykomning yangi xodimi oldida albatta o'zini ko'rsatishga harakat qiladi deb taxmin qilgan edi. Uning o'ylagandek bo'ldi. Boston so'zni tugatgandan keyin Qo'shqorboyev ikki ig'iz so'zim bor edi deb ijozat so'radi. U sayrab ketdi. Bayni gazetlarda yozilganidek so'zlaydi. Aslida uning kuch-qudrati ana shuningda edi. Qachongacha yo'ldosh Orkuncheyev deb murojaat qildi u Bostonga. Her qachonqidek rasmiy turda sizlab, qachongacha shubhali takliflaringiz bilan odamlarning yuragiga vasvasa solasiz? Sotsialistik kollektivning ishki qismidagi ishlab chiqarish munosabatlari qandoq bo'lishini tarix allaqachon belgilab bergan. Siz bo'lsangiz molchini xo'jayinga aylantirmoqchi bo'lyapsiz. Kim bilan ishlaydi? Kim bilan ishlamaydi? Kimga qanchalik haq beradi? Hammasini o'zi hal qilsin deyapsiz. Bu qandoq bo'lgani? Bu bizning tariximizga olam shumul inqilobiy g'albalarimizga hujum qilganlikdan, to'g'riraqi tajovuz qilganlikdan boshqa narsa emas. Siz iqtisodni siyosatdan ustun qo'ymoqchisiz. Siz ashu qo'shingizning tor manfaatini chiqish nuqtasi qilyapsiz. Sizga masalaning tuguni mana shuningda. Biroq qo'shning kaynida rayon turibdi. Oblast mamlakat turibdi. Siz bizni nega boshlamoqchi bo'lyapsiz? Egilik boshqarishning sotsialistik prinsiplaridan voz kechirishgami? Zardisi qaynab ketgan Boston o'rnidan turdi. Hech kimni hech yoqqa boshlamoqchi emasman. Men buni to'liq so'zlab bordim. Hech kimni hech yoqqa boshlayotganim yo'q. Oblastda nima bo'layotganligi, uningda neri mamlakatda nima bo'layotganligi, dunyoda nima bo'layotganligi bilan mening korim yo'q. Men degan oddiy bir molchi. Mening sizmi aqllar jiq. Mening ishim pada beqish. Agar partiya guruhi boshlig'ining mening chorva haqidagi fikrimni bilgisi kelmasa, meni ishdan qo'yib, bundaq yig'inlarga chaqirib nima qiladi? Taqi-tuqi gaplar bilan iqim kelishmaydi. Ehtimol bundaq gaplar ba'zilarga kerakdir, lekin ularga mening aqlim yetmaydi.
Yo'ldosh direktor, buningdan keyin meni chaqirmang. Nima qilsiz meni ishdan qo'yib, lozimi yo'q. Menga bundaq yig'inlarning. Ha, nima davatisiz Boston? Chotbayev o'ltirgan o'rnidan o'ng'aysizlanib qimirladi. Siz sovxozning eng yaxshi ilg'or molchisi, tajribali odami. Biz sizning fikringizni bilishni xohlaymiz. Shuning uchun chaqiramiz. Sen meni hayron qoldiryapsan, direktor, dedi Boston rostla qiyni qizib. Agar men ilg'or bo'lsam, ilg'orlikni qo'lga qanday keltirganligim hammadan senga yaxshi ma'lum-ku. Shundaq turuqliq nemishqa g'ing qilmaysan? Bir narsa dey desam, Qo'shqorboyev og'zimni ochirmayla tuvoqlab qo'ydi. Xuddi taftish amaldorlaridek har bir eg'iz so'zimdan qusur topadi. Direktor, sen bo'lsang bularning o'zingga aloqasi yo'qdek, hech narsa bo'lmagandek gap qilmayla o'ltirsan. Aldirmang, shoshmang, uning so'zini bo'ldi Chotbayev. Direktor rastla o'zini yo'qitib qo'ydi. U to'limi qiyin ahvolda qoldi. Bu navbat endi Boston bilan Qo'shqorboyevning o'rtasida betaraf turg'ili bo'lmaydi. Raykom xodimining oldida direktor ma'lum bir nuqtada turish kerak edi. Uning gazet odam Qo'shqorboyev bilan zodla g'iding-biding qilg'isi yo'q edi. Uning safsatisi neyni kuchlarni harakatga keltirishi mumkin. Qarg'ularcha qiratganligini ish uslubiga aylantirayotganlarning ichida Qo'shqorboyev har holda yolg'iz emas-ku. Qo'shqorboyev bu qitimmo muhokamani qasdan jiddiylashtiryapti. Ha deganda molchini g'albilarimizga tajovuz qildi deb aybladi. Xo'sh, shundoq ekan uningga kim qarshi chiqalaydi? Lekin qandoqla bo'lmasin, vaziyatga boqmay bo'lmaydi. Aldirmang, shoshmang, Boston, qaynamang, dedi direktor ustaldan turib beri chiqdi. Yo'ldoshlar kelinglar, maslahatlashib olaylik, dedi u yig'inga Chotbayev tarafdorlarini qandoq qilib murasaga keltirsam bo'ldi ekan deb boshqa turib. Albatta Boston haqli, lekin Qo'shqorboyevga chaqchaq qilib bo'lmaydi. Xo'sh, qanday qilish kerak? Gapimiz nima to'g'riliq ketyapti deb muhokamaga tushdi direktor. Mening tushunishimcha, molchi degan yolninib ishlaydigan odam emas, u qo'shqo'ru yayloqlarning egisi bo'lmoqchi. U o'z nomidan emas, balki shuning bilan birga brigadasi va molchi og'aylari nomidan so'zlayotdi. Biz buni e'tibordan chetda qoldirmasligimiz kerak. Meningcha uning gapida gap bor. Molchilar atrofida bizning eng kichik iqtisodiy birligimiz hisoblandi. Ishni shu yerdan boshlash kerak. Mening qarashimcha, Orkunchiyev hammani o'z qo'liga elib olmoqchi. Jumladan molvaron, yayloq, yem-xashak, qo'tan, qo'ru qatorliq ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan hamma narsani o'zining qo'li ostiga yig'moqchi. U atrot hisobotini yo'lga qo'yaman deydi. U holda har bir odam qo'lim qo'shnilari uchun emas, o'zi uchun ishlab, qancha haq elishga to'g'ri kelsa, shuncha qiladi. Men Orkunchiyevning taklifini ana shunday tushunaman. Buni o'ylab ko'rishimizga arziydi. Jantay Ishanovich, dedi direktor partiya gruppasi boshlig'iga. Men bo'lsam siz bilan birga rahbarlik qilayotgan sovxozning partiya gruppasi boshlig'i sifatim bilan Yo'ldosh Chotbayev buni boshqa tushunaman. Sotsialistik ishlab chiqarishda xususiy mulkchilik ruhiy holatini rag'batlantirish kim ekanligidan qat'iy nazar hech kimga yarashmaydigan ish. Bo'libmi eglik rahbariga Qo'shqorboyev ovoziga tantanalik tus berib direktorni aybladi. Lekin ishimizning manfaati shuni talab qilyotdi. O'zini oqlashga kirishdan direktor. Hozir yoshlar molchi atroflarida ishlashni xohlamayotdi. Demak, bizda tashviq targ'ibot ishlari yaxshi elib berilmayotdi. Yoshlarga Pavluk Morozov va uning qirg'iz birodari Kechan Jaqibovni unutmaslik haqida tarbiya berishimiz kerak. Bunisi endi sizning ishingiz, Yo'ldosh Qo'shqorboyev, so'z qistirdi direktor. Hammasi o'z qo'lingizda. Ularga aslating, tashviq qiling. Sizga hech kim to'sqinlik qilmaydi. Albatta tashviqat elib boramiz. Siz buningdan tashvishlanmang, dedi bilarmanlik qilib partiya gruppasining boshlig'i. Bütün bir yurish chora tadbirlarni o'ylashib qo'ygan biz. Lekin har qanday niqobga kirib olgan xususiy milkchilik xohishlarga o'z vaqtida zarba berish to'liq zarur. Biz sotsializmning ulini qo'llashga yo'l qo'ymaymiz. Haddidan ziyoda jiddiylashib ketgan bu talash tartishga quloq serib o'ltirib, Boston Orkunchiyevning ro'yi qaytdi. Geliga ixtiyorsiz holda olganda qo'rqinish tiqiqliq qolgandek bo'ldi.
O nima deydi zodi? Yig'ishtirib aytganda, yerga birovning qarg'ularcha yo'l yo'riqi bo'yicha emas, o'z aqlim bo'yicha ishlashni xohlayman degan istikinilar bildirdi-ku. Hech kimga hech qanday qulaylik tug'dirish berishga va yon besishga yo'l qo'yilmaydi. So'zni davomlashtirdi Qo'shqarbayev. Sotsialistik ishlab chiqarish usullarida hamma odam ching turish kerak. Men buni oldi bilan yo'ldosh O'rkunchevga qaratib davatman. U doim o'zi uchun qandaqdir alayda shart-sharoitlarni talab qilibla yuriydi. Mang'il emas, uning so'zini bo'ldi Boston. Bundaq shart-sharoitlar hamma odamga kerak. Ana shunda qilganimizda ishlarimiz yurishib ketadi. Ishonmayman, umuman shart qo'yib ishlayman deyish qandaq gap o'zi? Uni qiling, buni qiling deysiz, yo'ldosh O'rkunchev. O'z mol varalaringiz uchun shaxsiy yayloqning keynidan paypaslab Alamango davında odam nabud qilganingiz yetmamdi. Yo sizga bu texi kamlik qilamdi. Gap qil. Boston ochiqqa paylamay qo'lni shiltidi. Ernazarning halok bo'lganligi to'g'risida mana shundaq kelsi kelmas beparvolik bilan qilingan gap uning zidiga tegib dilini og'ritgan edi. Nima gap qil? Nima gapim xatomi? Bostonni chiqib oldi Qo'shqarbayev. Ha, xato. Nemishqa xato bo'ldi ekan? Ernazarning jasadi hozirgacha davonda to'nglab yotmamdi. Balkim yana 1000 yil shu yer yotar. Boston zuvan surmadi. Yig'inda bu haqda gap ichilganiga uning ko'ngli qattiq og'ridi. Lekin Qo'shqarbayev bo'ldi qilay demaydi. Nemishqa gap qilmaysiz, yo'ldosh O'rkunchev deb o'tqa yog' chachatdi. O'zingizga shaxsiy yayloq ochaman deb davonga yo'l olgan siz emasmidingiz? Ha, yayloq ochaman dedim. Keskin javob berdi Boston. Lekin o'zim uchun emas, ko'pchilik uchun. Jumladan sening uchunmi? Qo'shqarbayev. Oshmoqchi bo'lib edim, chunki sen meni emas, men seni boqaman. Amdilikda bo'lsa, sen suv ichadigan qudug'ingga tukiryapsan. Bu nima deganingiz? G'azablandi Qo'shqarbayev. Uning yuzi qizarib ketdi. Men hammasi uchun partiya oldida qarzdorman. Partiya seni boqadigan narsani nerdan oldiganligini bilamsan zodi? Uni chiqib oldi Boston. Osmondan oldi deb o'ylamsan? Bu qandaq gap? Odam degan og'ziga kelganini valaqshayveramdi. Cherqirab tashladi Qo'shqarbayev qo'llari titragan holda galstukini to'g'rilg'ash. Qattiq janjal chiqadigandek turadi. Qo'shqarbayevmi, Bostonmi xuddi o'lim jazosiga hukm qilingan odamlardek biri ustalning keynida, yana biri tomning oldida turadi. O'ltirganlarning nazarida yana bir ozla vaqt o'tadigan bo'lsa, ulardan biri yerga gup qilib yiqildigandek qiladi. Raykomning yosh xodimi vaziyatni xeyla pasaytgandek bo'ldi. O'zinglarni besivinglar yo'ldoshlar, deb zuvan surdi u tuyuqsizdanla bir chetda xotira yozayotgan yeridan. Meningcha Molchi O'rkunchev umuman haqliq. Emgakchilar biz ularni ko'pincha moddiy boylik yaratquchilar deb ataymiz. O'z fikrini aytishga huquqliq. Lekin bunchalik oshirib o'tish o'rinli bo'ladimi? Ha, siz buni bilmaysiz texi, yo'ldosh Mambetov. Qo'shqarbayev aldirab-saldirab uning so'zini tortib oldi. O'rkunchev qilayotgan da'volarning bosh oyog'i yo'q. Misol uchun olsak, Noyg'utov Bazarabay degan bir molchi tog'da bo'ri uviga uchrab qolgan. U bo'rilarni yo'qotish uchun ularning 4 bolasini uvisini ilib chiqib, yilsiz-piltizi bilan quritgan. Er-yigitning ishini qilgan. Shuningdek, nima qilib bo'lganda, mana shu O'rkunchev Noyg'utovni tinmasdan ta'qib qilishga boshlagan. Oldi bilan setib olishga uringan. To'yg'utov bilamsiz noiti prinsipchan odam. U hunari o'tmagandan keyin O'rkunchev do'q qilish va popoza qilish yo'liga o'tgan. Noyg'utovga bo'ri bolalarini o'z joyiga qaytar deb turib olgan. Yirtqichlarni ko'paytmoqchi bo'lsa kerak. Nima bo'lib ketyapti yo'ldoshlar? Buni nima deb tushunishimiz kerak? Balkim siz yo'ldosh O'rkunchev boshqa talablaringizning ustiga yana o'zingizning shaxsiy bo'rinlaringizni beqib ko'paytmoqchi bo'lyapsiz. Xususan va shaxsan sizga tegishli bo'rilar deyli. Balkim sovg'uz texi sizni xil bo'rilar bilan ta'minlash kerakdir. O'z yerim deysiz, o'z chorvalarim deysiz. Mana endi o'z bo'rilarimmi deydigansiz, shundaqmi? Buni qandaq tushungulik? Bo'rilar ko'plab ko'payaversin, qo'y-qo'zilar bo'g'ilaversin, umummillikchilikka tayinib kun ko'raversin deganingizmi bu? Boston shu arada o'zini tutib oldi. Xeyla vazminlik bilan javob berdi. Bo'rilar to'g'risidagi hamma gaplar rost,
lekin birli yeri böğürlerning umumiy xalq mulkiga chang silayotganligiga odamning aqli yetmaydi. Yig'in qatnashchilari ixtiyorsiz kulib tashladi. Boston orliqdagi vaqtdan foydalanib so'zini davomlashtirdi. Bu yer böğürler to'g'risida gap sotadigan joy emas edi, lekin ular to'g'riliq gap chiqib qoldi. Men o'zimning deydiganimni dey. Har qanday ishni aql farosat bilan qilgan tuzuk. Shunlashqa aql bilan tug'ilganmiz. Ba'zilarimiz farosat kamchil, maqtanchoqlik bo'lsa, qop-qipi bilan. Misol uchun, mushu bo'ri bolalari vaqasini olaylik. Bu yerda aytilganidek, Bozorboy bo'ri bolalarini o'vusidan ko'tarib chiqqan. Yanimi to'g'riraqi qaroqchilardek o'g'irlab ketgan. Endi atrofda bo'layotgan shavqin suranga qarang, salla bo'lmasa uni qahramonga aylantirib qo'yamiz. Qahramon bo'lsa, oldi bilan cho'ng bo'rlarni yo'qotishni o'ylashi, ondan bolalarni joylashi kerak edi. U bo'lsa bo'ri bolalarini patroq pul qilishga qiziqib ketdi. Mana endi ichib yuribdim. Bozorboydan bo'ri bolalarini menga berishni, yo bo'lmasa setib berishni so'rdim. Bolalarni to'zaq qilib, cho'nglarni qo'lga tushirmoqchi bo'lib edim. Chunki cho'ng bo'rilar bolalarni yo'qotib qo'ygandan keyin haddidan ziyoda quturib ketdi. Ularni o'z erkiga qo'yib bergili bo'lmaydi. Quturgan bir bo'ri 10 bo'rdan yomonroq bo'ladi. Buni sal tushunish kerak edi. Quturgan bo'ri 3 olmoqcha tinchimaydi. Balları tartib olingan Akbara va Toshchaynar degan bo'rilarning atrofda qanchalik vahshiylik qilayotganligi hamma molchilar biladi. Ular endi hech nimadan yonmaydi. Odamlarga etilaveradi, tap tortmaydi. Ba'zi bema'ni odamlarni ig'vogar deb ataydi ekan. Buni gazet va kitoblarda ko'rgan edim. Bozorboy deganimiz bo'rilarning o'tirsida ana shundoq ig'vo chiqardi. Ularni quturatdi. Hammamizning beshini g'avg'oga soldi. Men uning yuziga to'g'ridan to'g'ri solgan edim, yana yuziga solman. U to'shqan mijoz ig'vogarning ishini qildi. Seningmi partiya guruhi boshlig'i naq yuzingga solaman. Men sening qanday odam ekanligingni tushunmayman. Mana necha yildan beri bizning sovxozda turibsan, lekin shuncha vaqtdan beri gazet o'qish va menga o'xshagan molchi cho'lponlarni qo'rqitishdan boshqani bilmaysan. Bizni inqilobga, Sovet hokimiyatiga qarshi deb vaqiraysan. O'zing bo'lsang, eglik ishlardan hech nima tushunmaysan. Tegiga yetmaysan. Bo'lmasa molchi odamni bo'rilarni ko'paytmoqchi bo'layotsan deb ayblab o'ltiramding. Atsig' la'nat shu bo'rilarning. Odamlarning shilisiga tutami yo'q ayblarni ortyapsan. Lekin buningga mayli. Ammo boshqa bir aybni qo'yding. Yo'ldosh Qo'shqorboyev, men buni javobsiz qoldirmayman. Rost, Ernazar davonda halok bo'ldi. Lekin bizni davonga berishga majbur qilgan narsa nima? Yaxshi turmush kechirayotgan bo'lsak, shunda qilarmidik? Boshqa joy yo'qmikan bizga? Partiya guruhi boshlig'i bizning u yoqqa nimishqa chiqqanligimizni, yayloqlar yetarlik bo'lsa, jinimizni xavf-xatarga selib o'ltirmaydiganligimizni sen o'ylab boqqanmiding zodi? Mushlarni o'ylab boqqanmiding zodi? Partiya guruhi boshlig'i, yayloq yo'qligi jinimizga bir bala bo'ldi. Holimiz kundan kunga betarlashib ketdi. Mana direktor o'zim o'ltiribdim. O'zi deb baqsin, u endi direktor bo'lgan chaqlarda qandaq o'tloq, yayloqlar bor edi. U yerlarda o't cho'p degan odam bildigan ish eshib turadi. Endi-chu hamma yoq qurib ketdi. Yerning to'pisi to'zib turadi. Har to'p qiyoqnimi o't cho'p o'rnida hisoblaymiz. Hammamizning sababi shuki, bundaq maydonlarda ilgirgidan 10 hassa ortiq mol beqilyotdi. Shunchalik qo'yning tuyqi dastlab o'tkashga o't o'smayotdi. Amal bo'lmaganlikdan Ernazar bilan Kechbelga yo'l olgan edik. Yaxshi bo'lamdikin devidik, lekin falokat oyog'imizning ostidan chiqdi. Safarimiz yaxshilik bilan oyoqlashmadi. Shuningdan keyin men bu maqsadimdan kechdim. Og'zimni ochmayli qo'ydim. Kulpat og'zimni ochirmadi. Bu ish ko'nglimga sig'madi. Ish boshqacha bo'lgan bo'lsa, bultur Moskvaga ko'rgazmaga borgan bo'lardim. Eng cho'ng rahbarlarimizning oldiga kirib, sen to'g'riliq gap qilib bergan bo'lardim. Qo'shqorboyev, sen o'zingni faqat partiya to'g'risida o'ylayotgandek qilib ko'rsatsan, maydonda urasan. Holbuki partiyaga sana o'xshash o'zi hech ish qilmaydigan, boshqalarning putqo'lini tushaydigan harom tamoqlar kerakmi? Siz bekmi haddingizni ishib ketdingiz. Qo'shqorboyev chiday olmadi. Bu tuhmat. Siz yo'ldosh O'rkunchiyev, partiyaning intizomi bo'yicha o'z so'zlaringiz uchun jiddiy javob berasiz. Men o'zimmi hammasiga partiya yig'inda javob berishni xohlayman. Agar men rostla xato ish qilayotgan va nabob o'ylayotgan bo'lsam, mayli.
Patamımga birini qo'yib haydab etinglar. Partiyaga yaramagan bo'lsam, meni hargiz ayab o'ltirmanglar. Lekin senmi Qo'shqar Baybayev buni o'ylab qo'yishing kerak. Mening o'ylaydigan yerim yo'q, yo'ldosh Orqunchiyev. Mening vijdonim sap. Men doim partiya bilan birga turaman. Boston xuddi tog' ustiga chepib chiqqan odamdek eg'ir nafas oldi va raykom xodimiga qaragan peti, sizdan yo'ldosh siyosiy rahbar, o'tinib qolay. Mushu ahvollarni raykomga ayting. Bizning ishimizni yig'inda hal qilsin. Endi chidig'ichiligim qolmadi dedi. Boston Orqunchiyev aradan uzoq o'tmayla o'zi bilan Qo'shqarbayev o'tirsidagi to'qinishni cho'rdigan holda ajoyib g'aroyib voqealar yuz berayotganligini bildi. Shu kuni u shaxsiy ish bilan ko'l bo'yiga borgan edi. Issiqko'l sohilidagi bog'larda mevalik daraxtlar chechaklashga oz qolgan edi. Bahor o'tib ketmoqda. U texi beg'idagi olma daraxtlarga to'g'ri chechishga ulgurmagan edi. Ernazarning beg'idanmi xabar ilinmagan edi. Boston bilan Gulamxonning amdi ikki beg'i va ikki ho'ylisi bo'lib, ikkilisimi xabar ilishga, parvish qilishga muhtoj edi. Hamma gap shuningdaki, molchi deganning umri tog'larda o'tadi. Egiligikin xabar olay desa, doim qo'li tegmaydi. Ati deydi, indin deydi. Qarab turibla vaqt o'tib ketadi. Yana kechiktirishning iloji qolmaydi. Lekin qandoqla bo'lmasin, bog'dagi ko'chatlarga to'g'ri chashmay bo'lmaydi. Bo'lmasa ziyandosh hasharotlar shunchalik ko'payib ketadiki, hamma bixlarni yo'q qilib, hosilni barbod qilib etadi. Bu qitim Gulamxonning safar taqdi tugab, o'zini tutmasdan Bostonga qattiqroq gap qilib tashladi. Nemancha kayniga tartisiz, o'zingiz qila olmagandan keyin baldiroq berib, biror qo'lim qo'shni bilan kelishib kelmamsiz. Ish haqi to'g'riliq gaplashing, qo'shnilar qilib beradi. Uy ishlaridan zodi xabar olmaysiz. Jakli chiqib yana urushdi Gulamxon. Atidan kechgacha molning keyindili yurisiz. Yig'idan beri kelmaysiz. Agar bog'vorandan xabar ilishga cho'lingiz tegmasa, uyda kenjash bilan bir kun o'ltiring. Bu tantanligingizni birdammi yolg'iz qoldirg'il bo'lmaydi. Ko'l bo'yiga o'zim berib kelaman, bir erkakning ishini qilalayman har holda. Buningga nima degili bo'lsin, Gulamxon haqli edi. Boston uning ta'nilarining g'ing qilmasdan angladi. Boston bog'ning holidan xabar olmoqchi bo'lib, qoq saharlar Donkolukni minib ko'l bo'yiga ketdi. Qadimdan qolgan bahor kelganda o't cho'pmi, ot uloqmi kashga kuchga kiradi degan bir gap bor. Jonivor Donkolovning rosa kuchga to'lgan payti edi. U o't chechilib turgan ko'zlarini o'ynatib, yollarni chaqmoqda yeb, kuch quvvatini ichiga potqizolmay, eg'iz surqini chaynab uchiman deydi. Lekin ot choptirishga shu tapda Bostonning rohi yo'q edi. U o'ynaqlab turgan otning tizginini tortib, yo'lda u bu narsalarni toza voyaga yetkazib o'ylab olmoqchi edi. Tunigan kecha u yaxshi uxlay olmadi. Xeyilgacha u yoqdan bu yoqqa ig'inab yotdi. Partiya guruhi boshlig'ining "Ernazarni sen o'ldirding" degan so'zi yuragini to'xtamasdan o'rtatdi. U yig'indan qaytib, nima gaplar bo'lganligini xotiniga ineridan beri aytib berdi-da, Ernazar to'g'risidagi gap so'zlardan eg'iz ochmadi. Gulamxonga burunqi erini aslatib nima qiladi? Orasidan shuncha yillar o'tib ketgan, qancha suvlar iqib o'tgan tursa, aslatib qo'ysa, Gulamxonning ko'ni yarsi yana yangi yori bo'ladi. Oraga sovuqchilik tushishi mumkin. Ernazar hozirgacha dahshatlik Alamango davanida mengu erimaydigan muzlar qo'yinda ko'milmasdan ochiq yotidim. Shundoq bo'lg'achqa yaxshisi bu gapni uningga eslatmagan tuzuk. Keyin Bostonning amdila ko'zi ilinganda qilib edi, yana bo'rlarning shapsi keldi. Cho'ng qo'rining nerisidagi dong tarafdan Akbara yana yig'lab dod faryod ko'tardi. Bolalarning dardida dilini pichoqlab quvladi. Uningga tosh chaynar gurildigan ovozi bilan jo'r bo'ldi. İlgari bo'rining huvlig'ini anglaganda Bostonning ularga echinib rahmi kelgan bo'lsa, amdilikda ichidan g'azabi teshib, bu johil yirtqichlarni o'ltirib etkisi keladi. Ish qilib shularning ovozini anglamasa bo'ldi, deydi u. Qarashimcha ular xuddi ma'mul la'nat o'qib, qog'ish yog'dirayotgandek qiladi. Lekin meningda nima gunoh bor? U tunugun oqshom bo'rlarni qandoqlik qilib bo'lmasin o'ltirishga bel bog'ladi. Hatto buni qandoq amalga oshirishni o'ylab qo'ydi. Ko'tarolmasang sanqiltib ol degandek yig'inda Qo'shqarbayev bilan talash tartish qilishayotgan chaqda Akbara bilan Toshchaynar uning qo'shidan 3 qo'yni o'ltirib etgan edi.
Qo'ychi bolaning deb berishicha, u har qancha vaqirsa-mu, tayiqini ko'tarib qo'g'lisa-mu, bo'rilar qilcha yig'masdan 3 qo'yni o'ldirib, ondan g'ing qilmasdan g'oyib bo'ldi. Bu vaqa Bostonning sabr qochisini to'ldiribdi. Agar shundoq davom qiladigan bo'lsa, deb o'yladi u. Bu yerlarni tashlab ketishga bo'rilardan sharmandalarcha qechishga to'g'ri keldi. Shu chaqda tinmasdan huvlayotgan Akbara bilan Toshchaynar o'zlariga o'lim hukmi o'qilayotganligini bilmaydi. Boston endi nima qilish kerakligini biladi. Mubada atiga egilik ishlari bilan ko'l bo'yiga tushmaydigan bo'lsa edi, u o'ylagan planni hozirla amalga oshirishga tayyor edi. Lekin u xotindan yana dashnam yemaslik uchun oldi bilan bog'dagi ishlarni bitirish, ondan bo'rilarning adabini berish qaroriga keldi. Boston yo'l bo'yi ana shularni o'ylab mangdi. Olma ko'chatlarga dori chechish va ularning tuvini yumshatishga bir kun ketdi. U qishloqdan kelgan bir yigitni topdi. U ish haqi oldigan bo'lg'ashqa hamma ishni tez qilib beradigan bo'ldi. Boston uningga o'zining qor qo'ylaridan bir qo'za berishga va'da qildi. Boston ishni tugatgandan keyin o'g'lining ko'nglini xush qilish uchun uningga yangi o'yinchoq setib olmoqchi bo'ldi. Uning bolasi ajoyib bola, uyni beshiga kiyib yugurib yuriydi. Birer oylardan keyin 2 yoshga kirdi. Sho'x tatliq bola o'zining turli g'alati qiliqlari bilan qeyrib ketayotgan Bostonga azilmak va ko'ngil xo'sh edi. Kichkina o'g'lini har bir yangi so'zdan Bostonning beshi osmonga yetatdi. Xo'shalligini ichiga patqizolmaydi. U hayotning cho'nqur va sirliq ma'nisiga, farzandi va uning onasiga bo'lgan mehri muhabbatining tub ma'nisiga bolaning vositasi bilan yetishgandek qiladi. Bu Bostonga ato qilingan taqdirning eng oliy va eng oxirgi sovg'asi edi. U xotini bilan bolasini chin qalbidan suyatdi. Turmushdan shuningdan ortiq hech narsa tilamaydi va talab qilmaydi. Bizga ato qilingan shuningdan ortiq qimmat ne'mat bormi? Bu haqda u hech qachon eg'iz ochmagan bo'lsa-mu, buning aslida shundoq ekanligini u aniq biladi. U xotinining shundoq his qilganligiga ishonadi. Boston rayonlik madaniyat magazini oldida otdan tushdi. Ishkirga kirib ko'zlari chakchayib turgan odamning kulkisini keltiradigan oshqish bilan burisa mangdigan poqi setib oldi. O'g'li rosa xushal bo'ldigan bo'ldi-da, u ko'chaga chiqib, etig'imini deb turganida qo'rsqining ochqanligini sezdi va atiganda beri og'ziga hech narsa solmaganligini esladi. Oshxona rayonlik magazinining yonida edi. U peshonasiga bitilgani bo'yicha shu yerga kirib g'izolanmoqchi bo'ldi. Boston ko'prak yo'lovchi sho'purlar qo'nib o'tadigan, hamma tarafidan arzon tomoqlarning purqi urib turadigan yerim qorong'u zalga kirib, eshikning yeniga o'ltirishi bilan kayni tarafdan Bozorbayning ovozi anglandi. Boston kayniga qaramadi. Bozorbayning bu yerda ilpatlari bilan kayib qilib o'ltirganligi noyida aniq edi. Ko'p kunduzlar tayyor toplar bilan ichib o'ltirganni bu bachchag'arning yo ornumuz yo vijdon bo'lsa deb o'ylab, Bostonning ko'ngli g'ash bo'ldi. Bir turib neri ketmoqchi bo'ldi. Har holda qora qozondan yiroqroq turgan yaxshi. Biroq keyin nemishqa tomoq yemay turib ketadi ekanman. Nima sababdan deb o'ylab qoldi. U qizilcha sho'rpisi bilan kotlet buyurdi. Shu arada kimdir biri Bozorbayga bu yerda Bostonning o'ltirganligini xabar qilib qo'ygan bo'lsa kerak. Keyni tarafdan kelayotgan ovozlar darhol o'chib, birdan jimiqdi. Ondan varang-churang yana avjiga chiqdi. Uzoq o'tmay Bozorbayning ulpatlaridan bo'lgan shu yerlik shalloq va g'aybatchi Ko'r Samad degan odam Bostonning yeniga keldi. Ko'r Samadning ko'zini yosh vaqtlarida urib chiqarib etishgan edi. "Salom Boston, salom." Samad manlik hijib qo'lni Bostonga suzdi. Boston uning qo'lini qismoqdan boshqa amal qolmadi-da, "Nemishqa bu yerda yolg'iz o'ltirsan?" deb gapga solmoqchi bo'ldi. Va Bostonni biz bu yerda Bozorbay bilan o'ltiryapmiz. Xeldan beri ko'rishmagan edik. Bir yig'layli dedik. Yur, biz bilan o'ltir. Bozorbay o'zi chaqiryapti. Uningga aytib vaqtim yo'q deb javob berdi. Boston ilojining barcha o'zini tutib olib, "Tamoq yeb bo'libla taqqa chiqib ketaman." "Ha, texi baldur, ulgursan. Taq ichib ketyaptimi?" "Rahmat, borolmayman, ishim jiq." "Bo'pti amsa, bekor shunda qilyapsan-da, xafa bo'lgandek" dedi Ko'r Samad ketib etib. Uning keynidan Bozorbayning o'zi keldi. Uning kayfi xilli ko'tarilib qolgan edi. Bozorbayning keynidan sheriklari yopirilib keldi. "Man qara, ho'y, nemishqa bizdan o'zingni qochirsan? Hurmatingni qilib odam deb chaqiryapsa, dimog'ingni ustun tutsan, sening boshqalardan ortiq joying bormidi? Darhol
Tergep ketdi Bazarbay. Dedim-ku, vaqtim yo'q deb xotirjam javob berdi Boston va qizilcha sho'rpasini shapildib ichishga boshladi. Boshqacha bo'lgan bo'lsa, u sho'rpani birinchi qo'shiqdan keyin zotla og'ziga solmagan bo'ladi. Sening de ishing bor edi, dedi Bazarbay va Bostonning udulg'a beshamlik bilan o'ltirib oldi. Boshqalar qani nima bo'lar ekan degandek tomosha ko'rib turadi. Sening bilan mening o'tiramda nima ish bo'lishi mumkin, dedi Boston. Sening bilan heliqi bo'ri ballar to'g'riliq gaplashib olsaqmikin, Boston, deb Bazarbay qapqini turib beshini chayqadi. Sening bilan bu haqda gaplashib bo'lgan, yana tegashning nima hojati? Mening hojati bor. Mening hojati yo'q. Menga to'sqinlik qilma, tamoqimni yepli chiqib ketaman. Nimaga aldiraysan? Itning bolasi Bazarbay o'rnidan shartta turib, engishdi-da g'azabdan o'zgarib ketgan yuzini Bostonga yaqinlashtirdi. Nega aldiraysan, ablah? Seni bilan teg'i bo'rilar to'g'risidagi gapimiz tugmadi. Sen direktorning ishxonasidagi yig'inda hammaning oldida meni ig'vogar debsan. Mening tufaylimdan bo'rilar qutirab qo'ylarni o'ldirib yetibdimish. Ig'vogar deganning nimaligini meni bilmaydi demsan. Seningcha men fashist, oramizda salla vijdonliq, halol odam ekansan-da. Bostonmi sakrab o'rnidan turdi. Endi ular yuzma-yuz surishdi. Og'zingga beqibroq gap qil, dedi Bostonmi bo'sh kelmay. Seni fashist deganim yo'q. Bilgan bo'lsam degan bo'latdim. Sen ig'vogar, ahmaq, ichi qor odamsan. Buni so'ras. Buni sana burunmi aytgan, helimi deyman. Lekin menga esilmay o'z joyingda qaysang, o'zingga yaxshiroq bo'lardi. Sen menga aql o'rgatma. Qayerda turishimni, nima qilishimni o'zim yaxshi bilaman. Haddidan ziyoda janglab ketdi Bazarbay. Sen mening xo'jayinim emas, ko'tir qasqiningni. Mayli, seningcha ig'vogarmi bo'lay, senchu, sen o'zing kim? Odamlar sening kimligingni bilmaydi demsan. Irnazarni o'ldirding. Yipiqli qozon yipiqligicha qilaverdi deb yuramsan texi. Sen ablaq Irnazar hayot vaqtida uning xotini bilan qanot so'rishib yurgansan. Xotiningning o'ldiganligini bilgansan. Irnazarning xotini heliqi qanchoq Gulamxonga o'ylanman deb uni tog'dan ishtirib etgansan. Mard bo'lsan qani, shundoq emas deb baqa. Nimishqa sen yiqilmay Irnazar yiqildi. Bir yo'lda ketayotgandinglargu. Hech kim hech narsani bilmaydi deysan-da. Ha, lekin u o'lib ketdi. Sen bo'lsang yuriysan. Shuningdan keyin senmi heliqi qanchoq Gulamxonmi nima bo'lib qoldinglar? Irnazar davanda muzlab yotdi. U itning bolasidek kepansizla ketdi. Sen pes ablaq bo'lsang, uning sharmanda xotinini, sotqin qanchoqni quchoqlab yotsan. Payzi qilib yashayotsan. Partiya a'zosi emishdi. Seni partiyadan patongga urib haydash kerak. O'rgilib ketay. Seningdek ilg'or Staxovnovichdan seni sotqa qutartish kerak. Boston Bazarbayga mush ko'tirib tashlanishdan, uning yerginishlik abdi bashirsiga raso keltirib selishdan o'zini orala tutib oldi. Bazarbay ochiqdan-ochiq jidal chiqarmoqchi. Boston bilan yoq siqishib itdak so'qishmoqchi edi. Lekin Boston o'zini bosdi. Tishlarini qattiq tishladi va ochiqdan bo'g'ilib ketgan Bazarbayga. Sening bilan deyishadigan gapim yo'q. Deganlarning hammasi quruq gap. Sening bilan tanishib o'tirmayman. Men to'g'riliq nima deysang-da, nima o'ylasang o'ylaver. Endi qani yo'lni bo'shat, hey yigit, dedi u va kutkuchini chaqirdi va pulingni ol. Uningga 5 so'mlik pulni tutqizdi-da, gap qilmasdan neriga o'tdi. Bazarbay uni yengdan tutdi. Qani to'xtig'ina, qanchoqning oldigan nimanchavola oldiraysan, balkim sen yo'q chaqda biror molchi bilan payzi qilayotgandir, ularga qoshil bo'lib yuramsan. Boston yendiki üstel turgan quruq şampan botulkasini ko'tardi. Qo'lingni tart. Bu so'zni shishlarining orasidan chiqarib, siqib chiqardi va tamdek tatirib ketgan Bazarbayga tikilgan peti. Qo'lingni tart. Yana so'zimni qaytalatqizmay. Angladingmi? Dedi u yo'g'on qora botulkani silkib turib. Boston shu alpazda şampan botulkasini qo'lida ching siqimlagan peti talaga chiqdi. Sakrab egarga chiqqandan keyin hushiga kelib, botulkani yo'l bo'yiga eriqqa tashlab etdi. Don Kollukning ixtiyorini o'ziga berib, tizgini qo'yib etdi. U xeyli chaqlardan beri otni texib bunchalik ittik choptirmagan edi. U uzoq o'tmay o'ziga kelib, hushini topdi va birdilla ko'ngliga vahima tushdi. Odam o'ltirib qo'yishga ozli qaptimanda, helimi Xudo saqlabdi. Bo'lmasa, botulka bilan birini qo'yib Bazarbayning mengisidan qetqin chiqarib ekanman. Yo'lda chatma Ko'zubliq traktorda ketayotgan odamlar Bostonga nima bo'lgandir,
cho'p-cho'nglar odam turib nemishqa o'yinpaz bolalardek ot choptirib yurdigandir deb ko'zlariga ishonmay tikilib qaraydi. Uning keyindan uzoqcha qarshib qolardi. Boston xeyliqcha o'ziga kelolmadi. Sho'q iqiyotgan jilg'ining muzdek suyidan ishgandan keyin nafsini rusladi. U shu chog'dala o'zini besib oldi. Ondan yana etiq mindi. Lekin Don Kolokni yana choptirib yurmadi. Etini asta yo'rtib mangdi. U odam o'ltirib qo'ymaganiga xo'sh edi. Lekin yo'lda hamma ishning qandoq bo'lganligini o'ylab ketib etib, yana ko'ngli g'ash bo'ldi. Qapqini turdi, kanjashga sovg'atliq uchun olgan ko'zlari chekchib turgan, og'zi yo'g'an echilgan g'aliti o'yinchoq paqini oshxonaning derisi yinida unutib qolganligi birdan yodiga tushdi-da, ko'ngli texim perishon bo'ldi. To'g'ri, unchalik qimmat o'yinchoqmi emas edi. O'g'liga sovg'ini yana bir qitimda olsam bo'laveradi. Yani shu rayonlik madaniyat magazinidan oladi. Lekin nemishqidir shu topda bu uning nazarida yomonlikning alomati bo'lib ko'rindi. O'g'liga atab olgan narsani hech qachon unutib qolg'ili bo'lmaydi. Hech qachon. Uning bo'lsa yodidan chiqib qoldi. O'zining mundaq narsalarga ishinib o'ltirganligining ko'ngli g'ash bo'ldi. Qandaqla bo'lmasin, ko'ngilsiz voqealarning oldini olish uchun u oz to'la tayyorlik qilib oldi. U bo'rlarga qandaq pistirma qo'yish, la'nati yirqishlarning birini qo'ymay etib tashlash, mushu yaqin orada ulardan nom nishon qoldirmaslik haqida o'ylaganda cheksiz g'azabga keldi. Qayerdan chiqdi bu falokat deb o'yladi u. Mana sal diqqat qilmagan bo'lsam, oshxonada bozorboyini o'ltirib qo'ygan bo'ladi. Shu janjalning beshimi bo'rlar tufaylidan chiqdi emasmi? Boston o'ylagan planni atsi amalga oshirmoqchi bo'ldi. Planni kechicha har tarafdan pishirdirib, puxtlab chiqdi. Bir yostiqqa bosh qo'yib yashayotgandan beri ko'ngliga pukkinini birinchi qitim xotiniga etmadi. Boston Bozorboy bilan o'zi o'tirsida janjalga sabab bo'lgan bo'rlar va bo'ri bolalari to'g'risida gap eshitishni xohlamaydi. Ernazarning davonidan halok bo'lganligini esladigan narsalarni o'zidan neri qo'g'laydi. Shuning uchun uyda gapni azroq qilib ko'proq o'g'lini o'ynatdi. Gulamxonning savollariga ha, yoki yo'q deb qisqacha javob beradi. Gap qilmay yursa, xotinining buningdan tashvishlanganligini, ajablanganligini u biladi. Lekin o'zini uningdan boshqa charak tuta olmaydi. Bozorboy bilan bo'lgan janjalning beshiga mo'ldirdek yoqqan iflos malomatlarning baldurmu kiyimmi albatta xotinining quliqiga kirdiganligini u nihoyat yaxshi tushunadi. Lekin baribir hozir og'zini hargiz ochmaydi. Badbaxt Pishnoxo'r Bozorboyning og'zidan chiqqan eski gaplarni takrorlashni xohlamaydi. U gaplar tilga olg'ili bo'lmaydigan yerginishlik pastkash gaplar edi. Uning bilan Gulamxonning turmushimi osonga tushmadi. Orada ig'ir, ta'ajjublanarlik ishlarmi bo'lib o'tdi. Boston mana shu haqda o'ylaydi. Ular er-xotin bo'lishgandan beri odamlarning qancha-qanchilgan yoshirincha ko'rolmasliklarga, ochiqdan-ochiq dushmanlik qilishlarga duch kelmadi deysiz. Ular neni tuhmatlarni tarqatdi. Biroq shuningga qaramasdan Boston o'z taqdirining Ernazardan qolgan tul ayol bilan qo'shilgandan afsuslanmaydi. Boston uningsiz qanday yashashni hatto tasavvurmi qila olmaydi. Uni doim o'zining yinida deb his qilish kerak edi. Yo'q, bu butunlay boshqacha bir turmush edi. Bostonning hayoti faqat uning bilan hayot. Mayli gerçi ba'zi chaqlarda Gulamxon uningdan ba'zan norozi bo'lib yursimi, lekin u baribir Bostonga vafodor. Hammasidan muhimi shu. Ammo ular bu haqda hech qachon paranglashib baxmagan edi. Buning shundoq bo'lishi kerakligi ularga oydin edi. Mubada bir kun bir kim Bostondan muni tili amdili chiqqan putlari düp-dumaloq doim jilmayib turadigan ko'zlari tip-tiniq, tinim topmaydigan Kenjatayning qandoq bola deb so'raydigan bo'lsa, Boston nima deyishni bilmagan bo'ladi. Buning uchun uningga so'z yetishmaydi. Uning tuyg'usi so'zlardan ustunroq edi. Bo'libmi u kichkina o'g'liga qarab turib, Xudoning niyati bilan yoritilgan o'zining bolaligini ko'rgandek bo'ladi. Lekin u hamma narsani dilidan tushunadi va his qiladi. Shuning uchun oqshimi xotini bilan o'g'lining yinida yotganida uning ko'ngli joyiga tushdi. O'zini yaxshilikqa moyil sezdi. Muloyimlashdi. Oshxonada bo'lgan ishni zotla asliga kelmaydi. U hatto bo'rlar bugun oqshom kelib yarim qilmaydigan bo'lsa, pistirma qo'yib yurmasami bo'lar, balkim ularni o'ltirishning hojati yo'qdir deb o'yladi. Bostonga tinchlik lozim edi. Lekin qiyirishgandek bo'rlar yarim kechaga yaqin yana paydo bo'ldi.
Cho'ng qo'rining kaynidagi do'ng tarafda Akbara yana nola faryod ko'tarib huvlashga boshladi. Uningga toshchaynarning past gurildigan ovozi jo'r bo'ldi. Kenjash yana qo'rqib qo'ygandi va qarg'ishliq qilg'ili turdi. Gülamxon bo'lsa uyqu aralash mushu bearam turmushni bola takkur bo'rilarni qog'idi. Bostonning g'azbi qaynab o'rnidan sakrab turib, bo'rilarni dunyoning u chetigacha qo'g'lab bag'uz keldi. Shu chaqda pastkash va razil Bozorbayning qilmish atmishlari yana yodiga tushdi va uning qabih beshini bodulka bilan urib mijib tashlamag'iniga o'kindi. Shu ig'ir bodulka bilan urgan bo'lsa, ishi bitatdi-ku. Bozorbaydan nom nishon qilmagan bo'ladi-ku. Hech qachon pushaymon yepma o'ltirmaydim, deb xiyol suratdi Boston. Aksicha odam qiyofatiga kirib olgan qabih gezandini oxiri yonchib tashladim, deb yengilishib qolgan bo'lardim. Bo'rilar bo'lsa texmi avjiga chiqib huvlamoqda edi. U miltiqini ilib ularni qo'rqitib qo'yish uchun bo'lsa-mu o'rnidan turishga majbur bo'ldi. Boston bir ikki pay o'q uzish o'rniga qorong'u tun qo'yniga orqa-orqadan vangildatib 5 pay o'q atdi. Ondan uyiga qaytdi. Lekin endi uyqusi tamoman qochgan edi. U nimishqa ekanligini o'zimi bilmagan holda miltiqini tozalashga kirishdi. U dalaning bir bulunga o'ltirib oldi-da, Boris markaliq ov miltiqining ustiga engishgan peti xuddi shu topda uningdimi muhim ish yo'qdek ko'ngil qo'yib tozalab ketdi. Miltiq tozalab etib bo'rilarni qandoq jazolashni yana bir o'ylab oldi va tong atar otmayla ishqi tutish qilishni ko'ngliga pukib qo'ydi. Shu topda miltiq ovozidan cho'chigan Akbar bilan Toshchaynar kechining qolgan qismini o'tkazish uchun tog' jilg'isi tarafga ketib boradi. Bu badbaxt bo'rilarning amdi turaqliq o'visi yo'q bo'lib, uddul kelgan yerda tunab yuradi. Akbara odatdagidek oldida mangmoqda edi. To'lash oldida uning tuklari o'sib, javg'a bo'lib ketgashga qorong'uda g'oyat qo'rqinchli ko'rinadi. Uning ko'zlari ko'kish yaltiroq yonadi. Tili sangalab tushgan bo'lib, ko'rgan odam uni g'aljir bo'lgan deb o'ylaydi. Yo'q, bolalardan ayrilgan bo'rining dard alimi besilay demaydi. U judolikni zodla yodidan chiqara olmaydi. Bolalarim Bostonning qo'rusida degan bir fikr uning mengsiga qattiq o'rnashib qolgan edi. Bo'lmasa ular nada? İzmi-iz qo'g'lab kelgan kuni ashu qaroqchi shu yerga kiribla ko'zning g'oyib bo'lmadimi? Yirqishning ahli ana shuningdan neriga o'talmaydi. Shuning uchun bo'rilar mushu kunlarda hamma narsani ko'zlari qonga to'lgan holda vayron qilmoqda, mol-varanni uchirganlar yerda tishlab bo'g'moqda edi. Ularni ochliqdan shunda qilyotdi degil bo'lmaydi. Ular hayotdan, jinidan to'ygan edi. Bo'rilarning piyiga tushgan Boston mana shuni hisobga olgan edi. Әдісәтігінде Boston mallarını yaylaqqa açıqmanglar, ikki qotanның içində beqinglar, köprək yem xəşək beringlar, şu yerdəki soğuruş ornunda soğuranglar deb buyurdu. Özü qoylarının arasından köprək ikki kezək tuqqan qoylardan 20-ga yaqını mərişib yursun deb qo'zlari bilan ajırtib oldi da, shu kichkina podni qaqas yo'lsiz idirlar tarafga haydab ketdi. U yeniga hech kimni olmadi. Qo'ylarni o'zi yolg'iz uzun tayoqi bilan haydab mangdi. Yelkisiga oqshom paqirtib tozalagan, to'liq o'qlangan miltiqini esib oldi. Oldirmasdan uzoq yo'l bosdi. Amalning barcha qishloqdan yiroqlab ketish kerak edi. Bahor kunlari havo issiq edi. Tog'lar quyoshning haroratini emib, uni o'ymang do'ng yerlarda mangin ko'kligan o'tchuplarga aylantiradi. Cheksiz osmon quchuqida sutdek ko'pchib turgan bulut parchalari onda-sonda yiqimliq erkilab uzib yuradi. To'rg'aylar tinim topmay sayraydi. Kekliklar toshlarni orlab mekiyanni chaqirib cho'glaydi. Qisqasi atrof naq jannatning o'zi edi. Faqat xohlagan vaqtida quyun qo'zg'alishi mumkin bo'lgan ufuqdan boshdan oxiri cho'lg'ab yotgan hayvatlik qorliq cho'qqilar va vahshiy shamol noma'lum yoqlardan haydab kelgan quyoshning yuzini to'sishga tayyor turgan qora bulutlarla bu jannatning boqiy emasligidan derak berib turadi. Lekin hozircha havo aynaydigandek emas edi. Unchalik cho'ng bo'lmagan qo'y-qo'zlar to'pi yo'l bo'yi ma'rishib, bir-birini tanmasdan chaqirishib, qo'ychi tayoqi bilan ko'rsatgan tarafga mangadi. Qo'zlar dikildab sakrab sho'xlik qiladi. Birdalla onalari tarafga yugurishib boradi-da, onalarini turtib imib ketishadi. Lekin tunigan oqshomdan beri Bostonning ko'ngli g'ash edi. U qancha ko'p o'ylagan siri bo'rilardanmi, mushu ishlarni keltirib chiqargan jinoyatchi Bozorbaydanmi shuncha g'azablanadi. Uning Bozorboy bilan g'iding-biding qilishib turg'isi yo'q.
Uni o'ziga ep ko'maydi. Atrofni sesitmasin desang, uningga tegmagining yaxshi. Bo'rilarni bo'lsa yo'qotmoqdan, etib tuxumini quritmoqdan boshqa amal qolmagan edi. Uning plani to'liq oddiy edi. Qo'zlarni ma'rab chaqirgan sog'liqlarning ovozi albatta bo'rilarni o'ziga tortadi. Boston bo'lsa yoshirinib pistirmada o'ltiradi. Bo'rilar qo'y qo'zlarga tashlandi. Agar omadi o'ngdan kelsa, Boston shu chaqda ularni etib oladi. Lekin uydagi hisob bozorga to'g'ri kelmabdi degan gapmi bor. Amaliyotmi shundoq bo'lib chiqdi. Kun peshindan o'tguncha yirtqichlarning qarisini ko'rsatmadi. Boston qo'ylarni jimjit atrofdan ko'zga ochiq tashlanib turgan o'tloqda qo'yib berib, o'zi bir chetda shalong chatqonliq orasidagi yo'g'on tashlarning ichiga yo'shinib yotdi. U yaxshi mergan edi. Balliq chaqlardan tartiblan miltiq etib o'rgangan. Ovchilik qilgan, issiq yo'lda qancha-qanchilgan bo'rilarni otgan edi. Shuning uchun bo'rilarni etib olishga ko'zi yetadi. Ularni pistirmaga tushirib olsalar bo'ladi. Qo'rqinchoq saqliqlar to'xtamay marshib ballarni chaqirishadi. Bir-biriga jo'r bo'lishadi. Biroq vaqt o'tmoqda edi, bo'rilardan hamon derak yo'q edi. Vaholanki boshqa chaqlarda yirtqichlar ko'p kunduzlar hujum qilib, atrofda o'tlab yurgan qo'ylarni patparaq qilib, dard alamini qo'ylardan chiqaradi. Aptap qizdırışqa başladı. Çatqalның tegida ostiga paxtliq chapini selpib yotgan Boston boshqa chaqlar bo'lgan bo'lsa, ostola mügdib olgan bo'ladi. Lekin hozir unda qila olmaydi. Uning ustiga ichiga chiroq yoqsimi yormaydi. Ernazarning halok bo'lishida o'zini ayblaganligini zotla chiday olmaydi. Uning raqiblari bo'lgan Qo'shqorboyevmi, Bozorboyevmi eg'iz burun yolishib, har biri o'zlaricha gap to'qib uni ayblaydi. Uni xalta ko'chaga kirgizib qo'ymoqchi bo'ladi. Hayotning nimishqa shundoq bo'lganligini u zotla tushunolmaydi. Turli tuman odamlar nimishqa nima sababdan uni yomon ko'rdikin, uning ustiga munu bo'rilarni demamsiz odamning jinini sug'urib olman deb turibdi. Uydimi shuningdan buyon oramliq yo'q. Bozorboy bilan o'zi o'tirsida bo'lingan gaplarning xabari xotinning quliga kirib qoldigan bo'lsa, hamma ish o'mosh bo'lib ketamdi. Texi Bozorboy unimi xotinning og'ziga kelguncha tillab so'kkan chaqda xeyli odamlar tomosha ko'rib turgan edi. Ularning ichida ko'zingni o'yman deb turgani qancha? Bo'rilardan hech xabar yo'q. Boston taqaslanishga boshladi. U shuningga qaramay ko'z quloq bo'lib yotadi. Atrofni sagaklik bilan kuzatdi. U yirtqichlarni qancha tez bayqisa, shuncha yaxshi. Ularni qo'ylarga yaqinlashmayla mo'ljalga ilib atadi. Bo'rilar keldigan paytni qo'ldan bermay, darrov bayqash oson emas. Beqilgan qo'ylarning ko'zi yaxshi ko'rmaydi. Sezimi, parasiti sal galroq bo'ladi. Bo'rining eng oson o'ljisi qo'y. Ularni yirtqichlardan odamlarlar saqlaydi. Shunlashqa bo'rilar bilan odamlar doim to'qnashib turadi. Bu qitimmi shundoq bo'ladi. Beg'am qo'ylar bu qitimmi xatarni sezmay qoldi. Ular bemalol o'tlab yuradi, qo'zlari mərgan chaqlarda boshlarini ko'tarib qarab qo'yadi. Ularga birdan yılanlarni notib beradi. Ularning shuningdan boshqa tashvishi yo'q edi. Xavfni faqat Boston'da Shu atrofda pirildab uchib yurgan biz allaqanat taqsir seg'izg'ini birdilla quloqni yorg'idek sharaqlab, u yoqdan bu yoqqa tinmay uchishga boshladi. Boston sagaklashdi. Miltiqining tepkisini qayradi. Lekin beshini chiqarmay, texini obdan bekinib oldi. Ish deganni puxta qilmas bo'lmaydi. Bir necha qo'y chiqim bo'lsa mayli, lekin yirtqichlarni chandurmasdan ochiqchilikqa olib chiqish kerak. Albatta, ammo bo'rilar xatarni bayqagan bo'lishi mumkin. Ularga seg'izg'anlar xabar yetkazgan bo'lsa, ajab emas. Ishqil bular bir joyda sharaqlashni to'xtatib, endi Boston yoshiringan yerga kelib, hadab sharaqlashga boshladi. Vaholanki Boston ularning diqqatini o'ziga tortmay, chatqal tegida qimir qilmasdan yoshirinib yotadi. Qandoqla bo'lmasin bo'rilar birdila hujum qilmadi. Ahvoldan qaraganda ular ikki tarafga bo'lingan ekan. Akbara yo'g'on toshlarni orlab, o'tloqning u tarafidan, toshchaynar bo'lsa bu tarafidan yoshirinib kelmoqda edi. Keyinroq ma'lum bo'ldiki, toshchaynar Boston miltiq tutib mo'kinib yotgan yerdan sal neridala o'milib ketayotgan ekan. Lekin bu ahvollar birdala ma'lum bo'lgani yo'q. Boston bo'rilarning kelishini kutib, atrofni hushyorlik bilan ko'zatdi. Lekin yirtqichlarning qayoqdan paydo bo'lganligiga zotla aqli yetmaydi. Atrof ajoyib jimjit, qo'ylar dunyodan beg'am o'tlab yuradi. Qo'zlar chepishib o'ynaqlaydi. Seg'izg'anlar sharaqlashdan to'xtagan edi.
Faqat neriqdagi tog'dan eqib tushayotgan eriq suyla shildirlaydi. Çatqallarda qushlar sayrashadi. Boston saqlab berib zerikkan edi. Ammo shu chaqda birdilla toshlar orasidan bir kang, kulrang soya lip qilib o'tdi. Qo'ylar do'pirlab o'zlarini bir tarafga otdi va xavotirlangan holda nimanidir kutib dong etib qilishdi. Bostonning asablari ching tortildi. Bo'rilar odamning qayerga yo'shinganligini bilish uchun qo'ylarni o'rkitgan edi. Bundaq chaqlarda har qanday molchi vaqirab, qiy-cho'qon qilib qo'ylarning oldiga yugurdi. Bu Bostonga ma'lum edi. Lekin shu paytda uning mo'ljal qilgani boshqa bo'lg'ashqa yotgan joydan qimir qilmadi. Shu chaqda yo'g'on toshlar orasidan bir kulrang soya lip qilib o'tdi va urkib jini chiqqan qo'ylarga tashlandi. Qo'ylarga sakrab qo'rqinch solgani Akbar edi. Boston miltiqini rastlab bo'rini mo'ljalga oldi da tapkini basay deb turg'inida kayni tarafini nimidir shirdirlab ketdi. U ixtiyorsiz kayniga burilib qaradi. U shu zamatla mo'ljalg'imi elib o'ltirmay o'zi tarafga itilib kelayotgan hayvatlik yirtqichqa o'q uzdi. Hammish ko'zni yumib ochquchilik bo'lgan orliqda yuz berdi. Toshchaynar osmonga sakragan chaqda o'q yegan edi. Lekin u darhol yerga yiqilmadi. U ko'zlarini g'azab bilan olaytib, hingok tishlarini ichib o'tkir panjalarini vahshiyonlik bilan oldiga so'zgan peti Boston tarafga qahra bilan uchib bordi. Va uningdan naq bir qadam neri joyga gubbada qilib yiqildi. Boston darhol miltiqni boshqa yoqqa to'g'riladi, lekin fursat ketib qolgan edi. Akbar tishlab olgan qo'yni tashlab, o'zini toshlarning orasiga otdi. Boston miltiqni tutgan peti uni etishga ulgurgili bo'ladi deb o'yladi. Lekin Akbarning jilg'idan sakrab o'tib ketganligini ko'zining quyruqida ko'rib qoldi. U o'q uzdi, biroq o'qi zoyi ketdi. Boston nafsini ruslab demi ichiga tushgan holda atrofga nazar tashladi. Uning jiddiylikdan chiroyi tatrib ketgan bo'lib, eg'ir hosirab nafas oladi. U asosliq maqsadiga yetolmadi. Akbar qochib ketdi. Ish endi texnicha ishlashdi. Uni dush keldirish va etish oson tushmaydi. Bo'ri endi quyruqini tutqizmaydi, bo'pti deb o'yladi Boston. Agar toshchaynarga vaqtida qaramagan bo'lsam, o'qimni nishonga tegmagan bo'lsa, o'chada chatoqning yo'g'ini chiqadi. Boston yuz bergan voqeani muloyiza qilib o'tirib, shuning ishondiki, yirtqichlar qo'y to'piga yiqilishib qolgan mahalda xavf borligini sezib, ikkisi ikki yoqqa bo'lingan toshchaynar miltiqli odamning pistirmisdan xabarsiz bo'lgan Akbarani nishonga olganligini ko'rib, o'ylab o'ltirmayla dushmanga tashlangan. Boston qo'rqindan har tarafga pitirab ketgan qo'ylarni yig'ib kelgandan keyin o'lgan bo'rini ko'rishga bordi. Toshchaynar sarg'ayib ketgan yo'g'on hangok tishlarini ichib yonga og'dirilgan peti yotadi. Uning ko'zlari shishida qetib qolgan edi. Boston toshchaynarning beshini tutib ko'rdi. Bu bosh otning kalisidan qilishmaydi. Yirtqichning uni qandoq ko'tarib yurganligiga odamning aqli yetmaydi. Panjallarichu Boston uning putlarini ko'tarib bo'dab baxdi va ixtiyorsizla qoyilman deb tashladi. Nima degan salmoqli va qudratli bu putlar. Qanchilgan yo'llarni bosgan, qanchilgan jonivorlarni nobud qilgan ular. Boston sal ikkilinib turgandan keyin uning terisini so'yib olmaslikka qaror qildi. Sadiqi bo'lsin gap terisi demedi, yana kelib uning jupi tirik qoldi. Xo'shal bo'lishi texi baldir. Boston yana bir pas xiyolga cho'mib turdi. Ondan qo'rsqini bo'ri yerib tashlagan qo'yni mursiga ortida qo'ylarni kayniga qaytardi. Sal o'tgandan keyin u gurchak va jo'ti ko'tarib bu yerga yana keldi. Toshchaynarning o'ligini ko'mish uchun kun botqicha o'rik qazdi. Toshliq yer bo'lg'ashqa xeyli qattiq ishladi. Boston ba'zida ishini to'xtatib kutilmaganda bo'ri kelib qolmasin deb atrofiga nazar tashlaydi. Otgan o'qi zoyi ketmaydigan Bostonning miltiq yinidila tayyor turadi. Qo'lni uzatsila qo'liga chiqadi. Ammo Akbar tun yerimidan o'tganda keldi. Yangi dövlangan do'ngchak oldida so'zlab yetib, azangacha shu yer bo'ldi. Quyoshning illiq nurlari to'kilishga boshlaganda u g'oyib bo'ldi.